Assalomu alaykum. Mana hurmatli kuzatuvchilarim, hurmatli obunachilarim, menga yangi qo'shilayotgan podpischiklarim, xayrli kech, hammalaringizga yaxshimisizlar? Charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Uydagilar yaxshimi? Bolajonlar, ota-onalar hammalari yaxshimi? Men ham yaxshiman, Allohga shukr. Remont ishlarini tugatib oldim. Uyimga nima deydi? Fundamentdan keyingi haligini g'ishi qulab tushgan ekan. Xullas to'kilib qolgan ekan, o'shani urib keldim. Birorta erkakka qildirsang bo'lmaydimi deb yozishibdi. Yo'q. Endi erkak kishiga aytmadim, chunki o'zimning qo'limdan keladi. Unaqa ishlar men oldin qilganman, bunaqa ishni g'ishirish ishlarini qilganman oldin. Shuning uchun menda qiyinchilik tug'dirmaydi u narsa. Bemalol urib qildim. Xullas o'zim uchun solinayotgan uyim, o'zimning mehnatim singsa, yana ham men uyim bitgan sari menga kuch g'ayrat qo'shiladi. Qanaqadir odamga ilhom berar ekan, gashti bor ekan. Men o'zimning uyimni o'zim halol peshona teri mehnatim bilan bitirayotganim menga zavq beryapti. Shunaqa keyin ro'mol yopinib yoki hijob kiyib, sen bunaqa yuribsan, sen unaqa yuribsan, ro'molni yechibsan. Yo'q, men hijobga ham kirganim yo'qman, keyin ro'molga ham men kirganim yo'qman. Prosta nima bo'ldi? Men turmushga chiqqanimdan keyin oldin yalangbosh ko'p yurardim. Bosh yalang yurardim. Shu bosh yalang yurmasdan ro'mol o'rab oling dedilar. Shuning uchun men ro'mol o'radim. Men to'liq bir hali sochni ko'rsatmaydigan darajada ro'mol o'rashlarni hali to'liq bilmayapman. Qo'limdan kelgancha shuna qilib o'rayapman. Bunga negativ yozmay turasizlar. Xudo xolasa kelajakda sekin-sekin musulmonchilik asta-sekin deydi-yu, o'sha menda ketyapti. Asta-sekin musulmon bo'lyapman, asta-sekin shu o'rganyapman. Mana ro'molga kirish sekin-sekin biz ham balkim hijobga kirarmiz, nasib qilsa. Shunaqa. Xullas, bitta negativchim yozibdi. Negativchim yoshroq qiz shekilli. Kampir chiqarib jonga tegding, kampir deb yozibdilar. Shunga biz ham sizdaqa paytimizda balkim yosh qizchadirsiz. Sizdaqa paytimizda o'zimizga o'xshagan 40-45, 50 yoshdagilarda biz kampir deb o'ylardik-da. Kampir emas, endi katta xotin deb gapirardik. Xola, amma yoki katta xotin deb gapirardik. Hozir o'zimiz mana 40 dan oshyapmiz. Yo'q, menimcha unaqa darajada qari basmiz. Yoki o'yinimiz yosh bizni. Xudo xolasa kampirlikka yetkisin. Men bu narsadan xafa bo'lmayman. Meni kampir dedi yoki meni amma dedi yo meni xola dedi degan narsa bo'lmaydi. Yoki ena dedi degan gap bo'lmaydi. Men rosa ham xursand bo'laman. Meni kimdir ena yoki nima deb. Men va nima deydi? Necha yillar oldin? Qariyb 15 yil oldin men necha yoshda bo'lganman? Unda yosh bo'lganman, 25-26 yosh bo'lgan ekanman. Men Qirg'izistonda yurganimda, tog'da, yaylovda. O'shanda bitta jengamizni qizlari bo'lardi. O'sha qizcha meni ena deb chaqirardi. Ena deb murojaat qilardi. Mana u qizlar hozir turmushga chiqib, bola chaqali bo'lishdi. Shunaqa, menga yoqadi. Unaqa kampir, ena, amma, u xolaganingizni aytavering. Men jahlim chiqmaydi. Keyin hadeb blogingizdan chiqib, joningizga tegayotgan bo'lsam, ko'rmang. Iltimos qilaman, ko'rmasdan bee'tibor o'tkazib oling. Men hech kimni bloglamayman, ham hech kimga negativ ham yozmayman. Hamma xohlagan chiqadi. Ayniqsa menga o'xshagan kampirlar internetda ko'pmiz. Kampirlar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Qizim, siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. Hayot hali oldinda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.